Faxriddin, birinchi kelgan kunlaringiz sizni nima bezovta qilardi? Sog'lig'ingiz qanday yoki o'zingizga tushunish uchun keldingizmi? Shundan biroz aytsangiz. Sog'ligimda qoniqishim bor edi. Menda faqat fikriy buzuqlik bor edi. Qaysi ma'nodaki, o'zimni fikrlashimdan, o'zimni dunyoqarashimdan, o'zimning shaxsiyatimdan juda nafratlanardim desam bo'ladi. Juda yomon ko'rardim o'zimni. To'g'ri qoniqish, nafratlanardingiz. Xuddi shunaqa. O'zimga yoqmas. Men faqat o'zim shaxs sifatida rivojlanish uchun keldim. 100% erishdimsa 100% erishdim. Nimaga? Chunki o'zimcha o'ylagandimki, bitta instrument o'rgansam ham hayotim o'zgaradi deb, men kutganimdan ko'ra nima deydi? 10 barobar, 100 barobar narsa oldim. Hattoki ustoz, mana shu hayotimni o'zgartirgan bitta instrument, mana shu rezinkacha mashq o'rgatganingiz, shunaqangi hayotimni o'zgartirdi. Boshim taqib tegsa ham men xursandman. Men xursand. Nimaga? Demak, menga o'sha aytganingizdek, shukronalik hissi, Xudoga shukr, etap menda ko'tarilayotganini his qilib kelyapman-da. Bir narsa kech qoldim yoki bir narsa bo'lmay qoldi, shartnoma qilishim kerak edi, misol uchun biznesda bo'lmay qoldi, men xursand. Nimaga? Demak, Alloh bundan yaxshisin dedi. Shu fikrlashimni o'zi oldingi kelishimdan oldingi holatda doim depressiya, shu fikrim yomon fikr kelardi, yomon fikrni bo'lataverardim-da. Kino bo'lardi, yo davlam tushib ketardi, yo davlam ko'tarib ketib qolardi, yo hech kim ko'zimga yomon ko'rib boshlardi, yaxshi ko'rinmas. Bitta shu oddiy o'rgangan instrumentim bilan hayotim ancha osonlashdi. Faqat shu bitta men e'tirozim bor, tez tugab qoldi dars. Ilm o'rganish endi badanim qiziqgan paytda darslar tugab qoldi. Xudo xolasa keyingi darslarda bundan ham yaxshi bo'lsa, albatta qatnashamiz. Faxriddin, ilm o'rganish kerak ekan. Biznesingizga ta'sir qildimi yo'q? 100%. Ta'sir qildimi? Men o'zim ustida ishladim. Haqiqatan ham o'zim ustida ishladim. Biznesim, komandam so'z kecha siz aytdingiz, hol o'zgarishini atrofing sezadi deb, kecha bolalar aytyapti-da. Bitta nimadir muammo bo'ladi, ishxonamizda janjal bo'lib qoladi, men xursand. Hayron bo'lib, akasi qanaqa o'zgarib qolgansiz? Boshqa rahbar bo'lsa, yo janjal qilish kerak, yo baqirib ketish kerak, yo jizak bo'lib qolish kerak-ku. Siz nimaga xursandsiz? Yo ilm o'zgartirar ekan deb, to'g'risi eta bilan olib kelib o'qitamiz. Chunki insonning dunyo qarashi o'zgarsa, albatta atrof o'zgarar ekan. Zo'r. Juda xursandman. Juda xursandman.